Barchaga salom, mening ismim Davlat. Bugun sizlar bilan Vizantiya imperiyasining shakllanish davridagi barcha urushlar, nizolar va qonli tarix haqida gaplashamiz. Parvoz kanali uchun maxsus. Tasavvur qiling, 1000 yildan ortiq yashagan qudratli imperiya. Bu Vizantiya imperiyasi. U milodiy 330-yilda Konstantin I tomonidan asos solingan. 395-yilda Rim imperiyasi ikki qismga bo'lindi. G'arbiy qismi qulab tushdi, ammo sharqiy qismi Vizantiya yana 1000 yil yashadi. Uning eng gullagan davri Yustinian I davriga to'g'ri keladi. Aynan u mashhur Ayo Sofiyani qurdirgan. Vizantiya kuchli armiyasi va hatto maxfiy quroli Yunon olovi bilan dushmanlarni mag'lub etgan. Bu imperiya Yevropa va Osiyoni bog'lovchi savdo markazi bo'lib, boylik va madaniyat markaziga aylangan. Ammo 1453-yilda hammasi o'zgardi. Vizantiya imperiyasining tarixga muhrlangan asosiy janglaridan biri bu Sosoniylar bilan olib borgan janglari hisoblanadi. Bu juda ham qonli va shiddatkor jang bo'lgan. Konstantinopolning qulashi. Mehmet II boshchiligidagi qo'shin shaharni egalladi. So'nggi imperator Konstantin VI jangda halok bo'ldi. Shu bilan Vizantiya imperiyasi tugadi. Ammo uning merosi bugungacha yashab kelmoqda. Ko'rib turganingizdek, tarixda mana shunaqa qiziqarli voqealar yuz bergan, bir davlatning qulashi ikkinchi davlatning rivojlanishiga yo'l ochib bergan. Biz siz bilan bugun Vizantiya imperiyasi haqida gaplashdik. Fikringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim.